konsertlarimiz ota-onalar uchun bag'ishlanadi, chunki bolalariga bir yil davomida bergan bilimlarini yil yakunida ko'rib, konsertlarni ko'rib mamnun bo'lishadi. Albatta ota-onalarimiz mamnun, har doim xursand. Maktab rahbarimiz bilan birgalikda ota-onalar ham bu o'quvchilarni nima desam ekan, har doim qo'llab-quvvatlab turadilar, har tomonlama yordam beradilar. Ota-onalarga ham fursatdan foydalanib rahmat aytaman. Begijon, mana hozir Do'lani qo'shig'ini eshitdik. Yana nima qo'shiqlar o'rgangansiz? Nimalar bilasiz? Seni yaratar diyorim. Tangali bolalar. Mikrofonga. Keyin yallak, keyin qora ko'z. Demak, ko'p qo'shiqlar biladi. Ko'p, albatta. Begijon, mana ustozlaringiz sizga ota-onangiz sizga shunchalik sharoit yaratib beryapti, to'g'rimi? Ularga rahmat aytasizmi? Ha. Qarang, hozir mana shu kameraga qarab, ustozlaringizga, ota-onangizga dirishxoringizmi, tabriklaringiz bor-a? Ular sizni tinglab ko'rib turishdi. Kimga tabrik aytasiz? Kimga yaxshi ko'rishingizni aytmoqchisiz? Marhamat, ayting. Men bizlarni yaxshi ko'raman, bizlarga rahmat. Hop, ustozlarga-chi? Ustozlarga ham rahmat. Rahmat aytamiz. Shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu yilgi Samarqanddagi bo'lib o'tgan Sharq gavhari ko'rik tanlovida ham Begijon estrada yo'nalishi bo'yicha ishtirok etib, 3-o'rin g'olibi bo'ldilar. Barakalla, zo'r. Demak, Gulmira opa, bilasizmi, agarda vaqt endi oliy hakam deyiladi-da. Biz yana bir necha soat jonli efirda yurtdoshlarimizga mana shu go'zal qo'shiqlarni taqdim etishni juda ham xohlardik. Endi vaqtimiz tobora o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Hozir kadr ortida yana bir ishtirokchi turibdi. Shu ishtirokchini ham taklif qilaylik-da, ana undan so'ng yuqorida va'da berganimizdek, Shum bola filmini soundtrackiga birgalikda hammamiz sayohat qilamiz. Agar tayyor bo'lsalar, siz bu bolamiz sahnani egallab olgunga qadar tanishtirib o'tsangiz bu yosh iste'dodimizni ham. Xo'p, bu o'quvchimiz Habibullo bu yil 1-sinf. O'zi aslida fortepiano yo'nalishida tahsil oladilar. Qo'shimcha talanti borligi uchun bu bolaga ham qo'shiqlar o'rgatib kelamiz. Bizda bolalarimiz ham o'quvchilarimiz serqirra iqtidori borligi uchun hamma yo'nalishlar bo'yicha tahsil oladilar. Albatta, o'zi san'atga qiziqqan insonlar hamma yo'nalishda iste'dodli bo'lishadi. Albatta, ha, to'g'ri. Endi Habibullo, keling, sizni ham shu yerga taklif qilaylik. Kayfiyatlar qanday? Keling, siz bu yerga joylashing. Hozir mana 2 nafar yosh iste'dod egalarini ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz. Undan oldin raqsni eshitdik, Bandaman qo'shig'ini eshitdik. Mana hozir Daryo Toshqin qo'shig'ini aytib berasizmi? Yana qanday qo'shiqlar o'rganyapsiz? Men hozir Bandaman qo'shig'ini aytdim. Mana shu 2 ta qo'shig'im bor. Ko'rda o'rgangan. Yana o'rganib kelyapti. Yana bitta qo'shiq o'rganyapman. Xo'p, demak, hozir siz ham mana bu kameraga qarab, kimga rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, rahmatlarni ayting. Undan keyin bizni tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizga, ota-onangiz bo'ladimi, do'stlaringiz bo'ladimi, ularga zo'r qo'shiq aytib berasiz. Xo'p? Marhamat, bu kameraga qarab, kimga rahmatlaringiz bor? Assalomu alaykum. Avvalambor men onajonimga, ustozlarimga rahmat aytmoqchiman. Hammalari sog' salomat bo'lib yurishsin. Rahmat aytamiz Begijon. Charchamang, katta san'atkor bo'lishingizni tilab qolamiz. Demak, barchaga yuqori kayfiyat tilaymiz. Habibullohni sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Mazza qilib go'zal qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Demak, barchamiz sevgan, bilgan mashhur Daryo Toshqin qo'shig'i jonli efirda e'tiboringizga havola etiladi. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman yor yor. O'tim oriq, manzilliroq, yetolmayman yor yor. Otginamni oriq qilgan shu mayda tosh yor yor. Ranginamni sariq qilgan shu qalam qosh yor yor. Daryo